Assalomu alaykum video kuzatuvchilari hamda Mebel kanalimiz doimiy kuzatuvchilari. Qadrdonlar, sizlar bilan har doimgidek yana kamina boshlovchingiz Maqsud Kamatganov. Do'stlar, bugun juda ko'pchilik so'rayotgandi. Shkaflarimizni anchadan beri chiqarmayotgandik. Bugun ham xudo xolasa birinchi qo'l ustani o'z ishlab chiqargan, juda ham chiroyli bo'lgan, juda ham sifatli bo'lgan shkaflariga yetib keldik. Chiroyli qilib obzorni qilib beramiz. Xohlovchilarga do'stlar, oshimoshili ochiladigan varianti, xohlovchilarga do'stlar kupeli variantlarini video davomida ko'rsatib o'tamiz. Siz ushbu videoda ko'rgandan keyin atigi 900 ming so'mga shkaf olishingiz mumkin. Juda ham arzon narxda faqat bizning kanaldan topsanglar bo'ladi. Aynan shu ustani ishlaridan topsanglar bo'ladi. Bu usta ham bizga begona emas. Oldin ham ishlarini ko'p chiqarganmiz. Hech kimdan negativ kelmagan. Xudo xolasa bu safar ham chiroyli bo'lgan ishlarni sizlarga ko'rsatmoqchimiz, xalqqa ko'rsatmoqchimiz. Do'stlar, xalqimiz mazaqsa bo'ldi. Arzon shkaf olaman degan do'stlarga shu videoda podelitsiya qilib qo'yinglar. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz ham tayyormiz. Bugungi video obzorimizni boshladik. Usta Muhammad Ali, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga charchamashlaringiz yaxshi. Muhammad Ali, ishlarga omad. Oldingi videolarimizdan xudo xolasa negativ kelmadi. Har doim shunday bo'lishingizni tilab qolamiz. Xudo xolasa. Xo'p, obunachilarimizga baribir qiziq bo'ladi. Ishlab chiqarish manzili va yetkazib berish xizmatlari qay usulda amalga oshiriladi? Ishlab chiqarish joyiga Bo'taqarada. Andijon viloyati, Andijon tumani Bo'taqara qishlog'ida. Xo'p, yetkazib berishimiz qanday? Yetkazib berish aka shahar bo'yicha besplatniy, xudo xolasa. Andijon shaharicha bepul. Ha. Boshqa tumanlarga, boshqa viloyatlarga dastlabki bor kelishiladi. Kelishilgan holatda aka. Xo'p. Eng ko'p sotiladigan ushbu komplektimizdan boshlayveramiz. Ha, eng ko'p sotiladigan boshlasa aka, eniga 160. Aha. Bo'yiga 210 joyga tushadi. Aha, gap yo'q. Buni ha, 4 qanotli aka. Bu tarafi kiyimladigan, kiyim taxlaydigan joylari. Bu tomon polkali. Ha, bu tarafi garderob kiyinadigan. Bu tomon mana shilkali qilib ishlangan. Tagida ikkita tortmasi bor, katta-katta. Tortmalari bor. Gap yo'q. Xo'p, bunimiz narxi necha Muhammad Ali? Bulardagi 1.200 dan 1.200 ming so'm. Ha. Shu joyda bitta savol tug'iladi. Kimgadir oynasiz variant yoqadi. Oynasiz bo'lsa narxi necha bo'ladi? 100 ming so'm arzonlaydi aka. 100 ming so'm arzon. Shunda 1.100 ming bor. Ha. Gap yo'q. Bu shuni rasvetkasi. Ha. Bu shuni rasvetkasi, bu ham 1.200 ming so'm. Xullas, ranglar o'zgaradi, narx o'zgarmaydi. Yo'q, ha, shunaqa. Xo'p, keyingisi mana ro'parada kattaroq razmerini ham bir yo'la ko'rsatib ketaylik. Bular aka eniga 240, bo'yiga 230 joyga tushadi. 240 ga 230. Ha. Mana bu tarafi ikki tarafi garderob bo'ladi aka. Bularda ikki tomon garderob. Ha, o'rtasi taxlanadigan joyi seyflariga bor. O, mana bonusiga do'stlar, seyflarigacha bor. Ro'mol ilaydigan nimalari ham bor aka. Demak, bir tomon ayollar tomon, bir tomon erkaklar tomon. Xo'p, tepada tumbalari ham bor. Tumbalar hammasi ochiladi. Bitta sonda yukini olaveradi aka. Kamiga tayyorlarda 3 ta tumbasi, 3 ta tortmasi ham bor ekan. Xo'p, bunimiz 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Qiyinchilik bo'lmaydi. Yo'q kirishda ham muammo yo'q. Xo'p, 240 lik razmerlarimiz narxi necha? Bularni 2.800 ming so'm beryapti. 2.800. Ha. Gap yo'q. Shuni rasvetkasi. Ha. Buni rasvetkasi do'stlar, xohlasanglar bu rangini, xohlasanglar bu rangini, yana boshqa ranglari kerak bo'lsa, ustaning telefon raqami ekranda turibdi. O'ziga telefon qilsanglar, Telegram yoki WhatsAppdan katalogini tashab beradi. Xo'p, endi boshqa ishlarimizni ham ko'rsatamiz. Xo'p, 900 ming so'mlik ishimizga ham yetib keldik. Aha. Bu aka buni ma'lumotini bersangiz. Razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 1.20 aka. 1.20. Bo'yiga 210 joyga tushadi. 210 joyga tushadi. Mana ichki holatlari aka mana. Bir tarafi polka, ya'ni ikkita eshigini esa garderob. Hop, tortmasi bor. Ikkita tortmasi bor. Bunimiz 900 ming so'm. Bunimiz 900 ming. Buni ham xohlagan rangida chiqarib bera olasiz. Chiqarib beriladi. Aha. Xo'p, bu ham haligi 1.200 so'mligimiz rasvetkasi. Rasvetkasi keyin mana bu ham rasvetkasi. Rasvetkasi faqat ozgina fasollarda farqi bor. Ha, fasollarda farqi bor aka. Fasollarda farq bor. Xo'p, endi mana 4 qanotli tepasida eshiklari bor. Antrisollari bor. Antriso. Bunimiz razmerlari aka buniki ham 1.60, bo'yiga 2.30 joyga tushadi. Ha, 1.60 ga 2.30. Ha. Mana bu tarafi aka kiyinadigan joyi yo'q. Mana bu tarafi. Oh, bu tomonlari vishilka, tagida buni ikkita tortmasi bor. Bunimiz narxi necha Muhammad Ali? Bu 1.600 ming so'm. 1.600. Xo'p, ro'parada turgan oqam bu ham 1.600. Ha, shunaqa. 1.600 ming so'm. Endi bular ranglari bunimiz 1.200 ming so'mlik, a? 1.200 ming so'mlikda rasvetkalar mana do'stlar, har xil rangdagilarini ko'rsatib o'tyapmiz. Telegramdan yozsa aka tashab beraman. Juda ko'p rangi. Ha.
Xo'p, endi narigi tomonda kupeli ishlarimizni ham ko'rsatamiz. Xo'p, keyingilarimiz. Aka, buni ham 1.600.000 so'mlik tasvetkalar aka. Ha, 1.600.000 so'mlik rasvetkalari. Tepa eshiklari ham ochiladi. Ha, ochiladi mana ko'rsatib qo'ysak, ko'rsatadigan bo'lsak. Mana. Mana ko'rib kelar bo'ladi do'stlar. Hop, tortmalarni ham bitta ochib ko'rsataylik. Mana tortmalarigacha ochiladi. 1.600.000 so'm. Bunisi ham 1.600.000 so'm. Ikkiga mana bu tomonda ranglari bor mana. Kadr buzolashtirib ko'rsatadigan bo'lsam do'stlar, bular ham 1.600.000 so'mdan. Agar oynasi kerak emas desa, yana 100.000 so'mdan arzon bo'ladi. Ha. Shunda 1.5 milliondan chiqaveradi. Xo'p, endi mana kupeli xohlovchilarga mana kupeli variantlari ham bor. Xo'p, aka, buni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga ham 2 metr, bo'yiga ham 2 metr. 2 ga 2. 2 ga 2. Bu tarafi aka mana tanlanadigan joyi, tortmalari ham bor. Tortmalarigacha bo'lingan. Zo'r chiqqan, lekin gap yo'q. Bu tomon seyf ekan. Seyfi. Bu taraf aka garderob. Vishilkasini qo'yamiz. Ha, vishilkasi qo'yiladi. Bularimiz endi 100% PVC kerak. Ha, 100% PVC kerak. Hop, oynalariga ham alohida gullar solinib bilan qilingan gap yo'q lekin. Bunimiz narxi necha bu? Buni narxi 2.700.000 beryapmiz. 2.700.000. 2.700.000. Bunisi ham 2.700.000. Ha, endi hozir xohlovchilarga oynasini chap tomonga, xohlovchilarga o'ng tomonga qilib almashtirib qo'ysa bo'laveradi. Bo'laveradi. Ha, uni farqi yo'q. Farqi yo'q. Kimgadir o'ng tomonga kerak bo'lsa o'ng tomonda, kimgadir chap tomonda kerak desa chap tomonga qo'yib joylashib beraveradi. Ikkiga mana bu tomondagilari ham xuddi shuni oq rangida qilingan. Olasizlar bunisidan. Xo'p, ro'paradagi ishimiz qanaqa endi bu? Bunisi razmeriga keladigan bo'lsa aka, eniga 1.30, bo'yiga 2.20. Ha, buni fasoni ham boshqacha. Ha, fasoni ham boshqacha aka, mana. Bu yog'i kiyimladigan garderob. Ha, bu joyda 3 ta tortmasi bor. Gap yo'q. Bu tomon menimcha polka. Bu tomon tanlanadigan taraf. Tanlanadigan polka. Gap yo'q. Xo'p, bunimiz narxi necha pul? Buni ham narxi aka 1.5 million so'm beryapmiz bundan. Shuni ham 1.5 millionga beraveramiz. Ha. Nima bo'lsa xalqqa bo'lsin, yoki xalq maza qilaversin. Lekin katta razmer, puliga nisbatan, rasxodga nisbatan puli ancha arzon. Xo'p, endi mana bu tomondagilarni ham ko'rsatib beramiz. Bunimiz ham 1 million 600.000 so'mligimiz, kupeligimiz 2 million. 2 necha pul deyapsiz? 2.700.000. 2.700.000 so'm. Xo'p, muomala aylanishlarimiz bormi? Hozircha shular Telegramda yozsa tashlab beramiz. Hozircha bu yerda assortiment kamroq, sotilib ketgan ishlar. Endi hozir assortiment qaysi ma'noda? Masalan, hozirgi kunda eng hadovoy sotilayotgan ishlardan ikkitadan yoki bittadan. Ha, 1.200.000 lik ish aka umuman mendaligi nima deydi? O'ta ko'p sotildi. Juda ko'p sotilgan ishimiz. Endi misol sizga telefon qilishsa, tashlab beramiz. Rasmlarini tashlab beraverasiz, imkoni bor. Xohlagan razmerida, xohlagan fasonida chiqarib berasiz. Keyin halindagi mehroblarga ham yasab berilaveradi. Qilib berish imkoni bor. Gap yo'q. Xo'p, Muhammadali telefon raqamimizda Telegram, WhatsApp bor. Bor. Do'stlar, hamma ma'lumotlarni berdik. Buning uchun usta Muhammadaliga ham alohida minnatdorchilik. Aka, sizga ham rahmat katta. Muhammadali, ishlarga omad aka. Rahmat aka. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.